Assalomu alaykum, hurmatli obunachilarimiz, qadrli podpischilar. Bugun xudo xolasa 2026-yil 28-mart. Sizlar reklama qo'yib beradigan mashinamiz egalardan Kia Seltos mashinaga. Neobishniy rangda ko'rishingiz mumkin. Mashina sosteniyasi zo'r. Svetana qaranglarmi, xushro'y bo'lib turishini. Sestralarimiz uchun og'alarimiz uchun ham podarkalikka zo'r variant. Mashina egalardan yetibdi, sosteniyasi zo'r va probeklar ham ko'p emas. Yumshoq bollar ustonovka qilingan. Bu eng full pozitsiyasi va koreyskiy zborkasi bo'ladi. 2021-yilda ishlab chiqarilgan koreyskiy zborka, bilasizlar, sifatli bo'lib chiqqan va mashina komfortidan ham gap bo'lishi mumkin emas. Sizlardan ochtirib boshlaymiz, qaranglar. Bezключой do'stliklari açtık. Salon, kojinli salon bo'ladi. Ayna knopkalari. Mashin 50 000 kilometr yurgan. Bu yerda multimedia boshqarish knopkalari, bu yerda cruise kontrolniki avtomat korobka, rejimlari bor, monitori bor, o'zini elektronniy rushnoylari bor. Sidinyalar kojinli, tepasida lyuki bor va sidinyaning kojasi ham zo'r sosteniyada turibdi. Tena polik tashilgan va elektronniy sidenya bo'ladi mashinamiz. Mashinamiz benzinda, gaz ustonovka qilinmagan. Yili 2021 aytib o'tdik. Buna bahosini egalari 240 million so'm aytib qo'ydi. 240 million so'm degan narx qo'ydilar. Agar mashina sizlarga qiziq qolgan bo'lsa, bemalol ofisimizga kelsangizlar, o'zlari bilan gaplashib, savdo qilib, mashina ma'qul keladigan bo'lsa, xarid etib olsangizlar bo'ladi. Bagaj qismi yaxshi bilan keng holatda. Propan gazi bor ekan bunda. Propan gazlari bilan zo'r. Haydayman, foydalanaman degan odam uchun udobniy variant, to'g'risi. Hozirgi kunda trekkerlarning davlat bahosi 270liklarini 250 milliondan beri tutadi, lekin bu bilan solishtiradigan bo'lsak, to'g'ri, yili bor, yili toza bo'ladi uni, lekin haydash uchun menimcha bu narsa qulayroq deb bilaman. Xullas, qiziquvchilar kelavering, agar barter mashinalar bo'lsa, o'zlaringiz hisoblab olib, mana nalichi pulni berib yo kredit etib xarid etsangizlar bo'ladi. Videomizga like bosib, bizlarga obuna bo'lib qo'yinglar va shunday mashina qarab yurgan yaqin do'stlaringiz bo'ladigan bo'lsa, donishlaringiz bo'ladigan bo'lsa, videomizni jo'natib qo'yaverasizlar. Qiziquvchilar avtoselda kutib qolamiz. Boshqa har xil turdagi mashinalarimiz bor. Bemalol kelaverasizlar.